mung bu dardni yo'q emas bu. Mung bu xuddiki so'ngni bilib qolish hissimi, o'zi bilmagan holatdagi bir haqiqatlarga duch kelish, lekin qo'rqishmi, qandaydir bir sirlarni ilg'ab qolishu, lekin tilingga chiqara olmaslik hissimi, shu narsa bilan bog'liq. Tong otish vaqtidagi shafaqlangan muhitdagi holatni mung bilan bir xil ta'riflasa bo'ladi, yoki quyosh botdi, lekin bir joylarda nuri qoldi. Bilasizmi? Rangi ham boshqacha bo'ladi o'sha vaqtni havosini rangi va bu menga ichimga katta mung soladi. Nimadanligini bilmayman. Yoshligimdan shunaqa, hozirgacha shunaqa. Men har safar shu quyoshni botib, nurlari bir daraxtni bir joylarda ilashib qolgan holatini dagi haqiqatni haligacha ocha olmadim. Bu katta dahshatli mungni yig'i keladimi, yo qattiq qahqah kulgi keladimi? Dunyo to'liq sukunatga tushadi. Mana shu mung haqida gapirdim. Mana shu xandon insonlarning ichida shunaqa mung bo'ladi.